Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomlarini yo'llash bilan birga Tarixga nazar programmamizning birinchi sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Biz bu programmamizda Sharqiy Turkiston Milliy Ozodlik kurashining rahbarlaridan marhum Muhammad Emin Bug'roning Sharqiy Turkiston tarixi nomli bu güzel eserini diqqatingizga sunamiz. Huzuringizda bo'layotgan bu eser 1987 yili Ankara nashriga asosan doktor Muhammad Yaqub Bug'ro tarafidan hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilining imlosi bo'yicha 1998 yili Ankarada nashr qilingan nusxa bo'lib, biz mushu kitobni cho'ridigan holda diqqatingizga sunib o'tamiz. Bu kitapның birinci nəşri 1941 yılı Keşmir'de, Milli İnqilab qismi 1970 yılı yeni Keşmir'de, to'liqlangan nəşri 1987 yılı Ankara'da, Kiril harflari bilan ko'chirilgan nəşri 1991 yılı Almatada, hozirgi zaman Uyg'urcha nəşri bo'lsa 1998 yılı Ankara'da nashr qilinib, o'qirmanlar bilan yuz ko'rishgan kitob. Avtor bu kitobni 4 umumiy bob ichida tilga oladi. Birinchi bobda umumiy tarix. Albatta, har bir bobning ichida nurg'unlagan bilim fasllarda so'zlab ichib berdi. Inshaalloh biz buni tafsiliy holatda birma-bir huzuringizga sunamiz. Avtor birinchi bobda umumiy tarix bobi ostida mushu tarix ilmining mohiyati, inson umumiy tarixining boshlanishi degan mushu bilimlardan boshlab bir kirib ketsa, ikkinchi bobda bo'lsa Sharqiy Turkistonning xususiy tarixiga kirib, bu yerdan so'z boshlaydi. Bu bobning ichida Sharqiy Turkiston zaminida, Sharqiy Turkiston tuproqlarida bo'lib o'tgan nurg'unlagan voqealiklarni bob-bob, fasl-fasl holatda nihoyatda go'zal shaklda tushundirdi. 3-bobda bo'lsa Chinning, ya'ni Xitoyning Sharqiy Turkistonni istilo qilishi va milliy inqiloblar davri mavzuliq bu cho'ng bob bilan Xitoy tajovuzchiligi qachon boshlandi? Shundaqla Sharqiy Turkistonda Xitoyga qarshi tunji qitimliq umumiy inqilob qanday bo'lib boshlandi degandek nurg'unlagan voqealiklarni so'zlab o'tdi. 4-bobda bo'lsa Sharqiy Turkistonda 4-umumiy inqilob mavzuliq ana bob bilan, ya'ni Turpan inqilobi, Xotan inqilobi, Qomul inqilobidan boshlab kelib, ta Shingshisay hukumatining mohiyati, Shingshisay degan kim degan yerga kelguncha, oxirida Sharqiy Turkiston milliy inqilobi tugidimi degan mavzu bilan kitob oxirlashidi. Inshaalloh kitob tugagicha biz fasl holatda qudratimiz yetgancha sizlarga go'zal shaklda bu kitobni o'qib, huzuringizga sunishga tirishimiz. Yoqtirib anglashinglarni, qimmatli taklif fikrlarni berishinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qodiri. Bugun biz birinchi sonimizda muallifning kirish so'zini diqqatingizga sunamiz. Muallifning kirish so'zi. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddima. O'rta Osiyoga joylashgan buyuk turk yurti hozirgi zamon istilohida G'arbiy Turkiston va Sharqiy Turkiston deb ataladi. Bu turk yurti har jihatdan intayin ahamiyatga ega bir diyor. Bu yer tarix davriga kirishdimi, qadimgi zamondan tartib turklarning yeri va yurti bo'lib kelgan. Dunyoga hammadan burun inson va madaniyat tarqatgan bir joydir. Qadimgi va o'rta chog'larda bu joylarda yashagan turklar o'z tarixini va ish izlarini minglarcha sahifaga yozib qoldirgan. Afsuski, keyingi asrlarda Sharqiy Turkiston xalqi fikr asorati ostida ezilmoqda edi. Bu davrda millatimizning bar yo'q har narsasi g'arazliklarning manfaatiga pido bo'lganidek, tariximi qo'rqinchli bir xiyonatga uchrab, qadimgi zamondan qolgan tarixiy asarlar yo'qoldi.
Bularning o'rnini g'arazlik o'ydirma afsonalar va xurofot egalladi. Şu zamanlarda Türkistan'da büyük alimlar, meşhur yazgıçlar köp yetişip çıkan bolsa-mı, zamanның adeti ve etraftaki siyasi muhitning ta'siratiga beqindi bo'lganlik sababidan öz milliy tarixiga ahamiyat bermasdan boshqa mavzular ustida nurg'un kitoblar yozilgan. Do'st yoki dushman mualliflarning so'zlariga hadab agishib, ular nima degan bo'lsa, shu piti qabul qilgan. Şu davrda yozilgan tarixiy rashidi va boshqa tarix kitoblariga qaraydigan bo'lsak, bular Turkiston haqida bek oz va cheklik bir zamonning tarixiy voqealaridan xabar berganligini ko'ramiz. Har davrda bizga dushman bo'lib kelgan Iran va Chin qatorliq qo'shni millatlarning qadimgi tarix kitoblarida Turkiston tarixiga oid ma'lumotlar xili ko'p bo'lsa-mu, bularning to'liq mazmuni qalam intiqomi va bir taraflimilik ko'z qarashdan iborat bo'lib, ishonchga loyiq emas. To'g'ri bo'lganlari bek oz. İslam tarixlaridami islom davri va buningga yaqinroq bo'lgan davrlarga oid bir qism ma'lumotlar bor. Turkiston yoki turklar tarixidan söz echilmagan. Bugungi ilm va fan tadqiqot davrimizda Yevropa va Amerika sharqshunoslari Turkistonning tarixini bir qadar atrofli tadqiq qildi. Geologiya, yer qatlamlari ilmi, etnologiya, inson guruhlari ilmi, etnografiya, millatlar naslini tadqiq ilmi, ipografiya, qadimgi yiziqlarni o'qish ilmi va arxeologiya, asara atiqa asarlarini to'nish bekitish ilmi qatorliq ilm fanlardan foydalanib, bugungacha hech bir tarixchi o'tirg'i qo'ymagan, hatto xiyoliga keltirib baxmagan nurg'un tarixiy materiallarimizni o'tirg'i chiqadi. Va Turkiston millatining dunyoda eng qadimgi va eng madaniyatli millat ekanligini isbotladi. Yevropalik sayohatchilar va arxeologlarning chapaliq izlanishlari va har xil ilmiy tekshirishlari orqali kashf qilingan asarlar natijasida Turkiston elida yashagan turk millatining 10 ming yildan uzoqroq bir zamondan tortib davom qilib kelgan bakmu qadimiy va kishini hayron qoldirgudek ustun madaniyat va sharafli tarixga ega bir millat ekanligi dunyoga ma'lum bo'ldi. Lekin yuqorida so'zlangan materiallarning hammasi chet el tillarida yozilgan asarlar ichida bo'lib, bulardan hech biri mustaqil yoki umumiy suratda Sharqiy Turkiston tarixini o'z ichiga olmaydi. Balki bularning ichidan 100 parchasini o'qib chiqsa, ondan Turkiston haqida yetarli ma'lumotga erishgili bo'ladi. Mana bu qiyinchiliklar tufaylidan biz Turkiston xalqi öz ata-bobolarimizning shonliq tarixidan va hashamatlik haqqonliq davlatlardan vaqif bo'lolmaymiz. Ba'zi kishilar Turkistonni texnicha tarixi ma'lum bo'lmagan sirliq bir mamlakat deb gumon qiladi. Ba'zilar bo'lsa dushmanlarimizning g'arazlik tashviqlariga aldanib, Sharqiy Turkiston millatini boshqa millatlardek o'ringa ega emas deb qaraydi. Bizni bakmu echindirdigan yeri shuki, dushmanlar va yoki dushmanlar tarafidan foydalanadigan kishilar o'z shaxsiy manfaatini deb qadimgi va yangi tariximizni qasdan burmulab, millatimizni tarixda hech qachon mustaqil davlat qurmagan, boshqa millatlarning qo'l ostida yashab kelgan va orqada qolgan bir millat deb ko'rsatdi va ko'rsatib kelmoqda. Lekin bu g'arazli kishilar bir millatning tarixini yoshirish, kunduzi kunni yoshirman degandek mumkin bo'lmaydigan bir ish ekanligini bilmaydi. Mana bu sabablar bilan ulug' vatanim va aziz millatimning tarixiga oid to'g'ri ma'lumotlarni to'plab, aziz millatimga o'zining tarixdagi o'rnini ko'rsatish va necha ming yillik azimat va ulug'vorligini o'tirib qo'yishni o'zimga bir vazifa deb bilib kelmoqda edim. Musafirchilik hayotida Kabul, Afg'onistondagi imkoniyat va vaqtimdan foydalanib, qo'lga keltirishga mumkin bo'ladigan hozirgi zamon manbalaridan Sharqiy Turkiston tarixiga oid ma'lumotlarni to'plab, bir qancha yil tadqiq qilgandan keyin bu kitobni Sharqiy Turkiston shivisi bilan hozirlab, aziz millatimga taqdim qildim. Bu kitob Sharqiy Turkistonda eng qadimgi zamonlardan boshlab va uzluksiz madaniyatga ega bo'lib yashab kelgan turk qavmlari oilasida
dünya millatlarının aldınqı qatarda o'rin elib kelgan bir millatning tarixining ozg'ina bir qismini bayon qiladi. Bu vaqtgacha Sharqi Turkistonning o'z avlodining qalami bilan bundaq bir kitob yozilmaganligi uchun bu kitob bundan keyin millatim ichidan yetishib chiqadigan vatanparvar bilim egalarining tadqiq qilishlari uchun bir ulga va to'liqlash uchun bir boshlanish bo'ladi deb umid qilaman. Shu kunlarda yashayotgan muhitimning cheklik bir doira ichida bo'lganlik sababidan kelib chiqqan kamchiliklar va o'zimdan o'tilgan sakban xatoliklarim uchun kitobxonlardan uzr tilayman. Kitobning ismi to'g'risida shuni eslatishni xohlaymanki, bu asarning asosiy mazmuni bugun Chin hokimiyati ostidagi turk irqiga mansub xalqlarga oid tarixiy vaqaliklardan iborat. Shundaqla texmo keng zaminga tarqalgan turk ana yurtida bo'lib o'tgan voqealarni xulos qilib bayon qilindi. Har kitobning ismi va uningdagi bo'limlarning mavzu boshlari u kitobning asosiy mazmunini ifodalashi tabiiy ahvoldir. Kitobimizning asosiy mazmuniga tegishli ism bugungi kunlarda cho'ng talash tartish ustida turmoqda. Çin hökumət dairələri bu məmləkətni Şinjan, yəni Yeni Ölkə deb ataydı. Qadirlik anlıqçılar, biz bugündən başlap Abdur kitabның içində nədə Çin deb kelgan bolsa, biz bunu Xitay debla bevosita alamiz. Xitay hökumət dairələri bu məmləkətni Şinjan, yəni Yeni Ölkə deb ataydı. Xalqaro diplomatiyada Şinjanның transkripriyasi bo'lgan Sinkang atalg'usi qo'llanadi. Yurtimizning o'z ismini qo'llanishni xohlaydigan ham bugungi siyosiy vaziyatni ko'zda tutadigan ba'zi yurtdoshlarimiz Chin Turkiston deb atashni tashabbus qilmoqda. Ba'zilar G'arbiy Turkiston hozirgi siyosiy qurilishi natijasida parchalanib, boshqa ismlar bilan atalmoqda. Shuning uchun sharqiy degan so'zning keragi yo'q, yolg'iz Turkiston deb atsak yetarli deb qaraydiganlarmi bor. Turk irqiga mansub qavmlar o'ltiraqlashgan yurtlarning eng sharq qismiga joylashgan bir mamlakat bo'lganligini ko'z tutgan olimlar o'z asarlarida bu yurtni Sharq Turkiston deb ataydi. Şinjan, Çin Turkiston deganga o'xshash atalg'ular zamonimizga ichki va tashqi siyosatlarning mas'uli bo'lib, hech qanday tarixiy va ilmiy asosi yo'qdir. Shuning uchun bu ismlarning hech biri ilmiy asar bo'lgan kitobimizga ism bo'lish salohiyatiga ega emas. Chunki siyosat o'zgarishchan xarakterlik, bir kelib bir ketib turadigan hodisadan boshqa narsa emas. Davom xarakterlik, taraqqiy tabiatlik va ilm sohasida o'rin oladigan bir asar hech bir zaman siyosat zanjiri bilan bog'lanishni qabul qilmaydi. Sharqiy Turkiston degan atalg'u jo'grafiylik bir ism. Siyosat bilan aloqasi yo'q. Butunlay ilmiy bir ism bo'lganligidan bu asarimni Sharqiy Turkiston tarixi deb atayman. 1930-yildan tartib inqilobchilarimizmi bu ismni qo'llandi. Shuning uchun Xitoy hukumat doiralari bu ismni siyosiy atalg'u deb qarshi turib kelmoqda. Bu to'g'ri emas. Bu inqilobchilarimiz yangidan ijod qilib chiqqan bir ism bo'lmasdan, uzun zamondan beri tarix va jo'g'rafiya sohasida qo'llanib kelayotgan ilmiy bir ism. Milliy inqilobchilarimiz bu ismni rasmiylashtirishdan boshqa bir ish qilgani yo'q. Muhammad Ibn Bug'ra Hicri 1359-yili, miladi 1940-yili Kabul. Kitobning ikkinchi qatam nashr qilinishining sababi. Sharqiy Turkiston tarixi nomli bu asrim yurt ishida o'tgan 14 yillik musofirchilik hayotimdan Kabuldagi vaqtimda 1934-yildan 1940-yillar orasida davom qilgan ilmiy emgaklarimning mahsulidir. Bu kitobni bostirib nashr qilish ishini ustiga olgan Hindistondagi Sharqiy Turkiston birlik jamiyati 1941-yili bu ishga kirishgan bo'lsa-mu, iqtisodiy jihatdan va u chaqdagi dunyo urushi sababidan ish to'xtab qolib, kitobning to'liq bosilib chiqishi 1947-yili mumkin bo'ldi. Bu bosilgan nusxadan qo'limga bir dansla tegdi. Bu bosmada tövandagi kamchiliklarni ko'rdim. Birinchi,
basma xatoliklari nihoyatda ko'p. Ikkinchi, başdaki qo'shimchalar besilmagan. Uchinchi, kitobning oyoq qismi bo'lgan 1930-yildan 1934-yildagi inqilob va Shinshisay davriga oid voqealarni basmay qoldirib qo'ygan. To'rtinchi, yurtimizning har davrdagi jug'rafiyalik vaziyatini ko'rsatadigan 23 parcha xaritani basmagan. Beshinchi, besilishi kerak bo'lgan rasmlarni hech basmagan. Oltinchi, ba'zi bir tushunchaga qarab bir necha yerga o'zgarish kirgizilgan. Bu kamchiliklarning ustiga besilgan nusxaning bari 300 tani bo'lib, yurt ishidagi yurtdoshlarga aron yetgan. Yurtga kelgani bek oz bo'lib, xalqimiz umumyuzlik foydalana olmadi. Mana bu sabablar kitobni ikkinchi qatim besishni zarur qilmoqda edi. Yana bir sabab kitobni bostirishga bergan chog'dan bugungacha qo'limga kelgan qadimgi va yangi asarlar, tarixiy materiallarni tadqiq qilishga davom qilishimning natijasida tövandagi yangiliklar maydonga chiqdi. Birinchi bosimida yozilmagan ko'p ma'lumotlarning qo'limga kelishi. Ikkinchi, keyingi tekshirish bilan sezilgan ba'zi xatoliklarni tuzatish ehtiyoji. Uchinchi, ba'zi mazmunlarni aniqlashning lozimligi. Mana bu sabablarga binoan kitobni yangi ma'lumotlarni qo'shib, birinchi besilgan nusxadan xili keng, kamchiliklari mumkin qadar to'liqlangan va sifati texmo yaxshiroq bir holda ikkinchi qatim bostirishni qaror qildim. Shuni aslatib o'tishni muhim deb hisoblaymanki, bu kitobni to'liq bir Sharqiy Turkiston tarixi deyish to'g'ri emas. Chunki Turkiston haqida yozilgan tarixiy kitoblar bek oz bo'lib, bularning ko'pinchisi texnicha nashr qilinmadi. Bu kitobni yozgan vaqtimda men qo'lga keltira olmagan, foydalanishga tegishli nurg'un qimmatli asarlar bor edi. Tariximizning bilinmagan taraflarini oydinlashtiradigan asara atiqalarimizning 90%, hatto buningdan ko'proq qismi tuproq ostida arxeologiyalik qizish tekshirishni kutib yotmoqda. Mana bu asarlarning nashr qilinishi va asara atiqalarning o'tirg'i chiqishi bilan tariximizning doirasi kun sanab kengaygusi. Muhammad Emin Bug'ra, 1948-yili, Urumchi. Xo'sh, qadrli anglovchilar, endi tövanda to'liqlangan nashrga tayyorlovchi Fatima Bug'raning so'zlarini diqqatingizga sunamiz. 1987-yili, iyun, Anqara. Ulug' Tangrimga shukr. Bu asarni muallifning arzusiga muvofiq shaklda nashr qilish yozilishidan 47 yil o'tgandan keyin bugun bizga nasib bo'ldi. Bu muqaddas vazifani o'rindashda moddiy yordamlarni ayamagan himmatli vatandoshlarga rahmat aytaman. Asarning teksti muallif o'z qalami bilan yozgan qo'lyozma nusxasidan ratlandi. Bu asar Sharqiy Turkistonning bundan 40-50 yil burun qo'llangan adabiy tilimizning namunasi bo'lg'ashqa, bu alohidlikka daxl yetkazib qo'yishdan tartindik. Lekin yosh kitobxonlarning bu xil imlolarni o'qishdagi qiyinchiliklarni ko'zda tutib, hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tili, xalqaro va Turkiya Jumhuriyati turkchisining yoziq shakllarini ko'rsatadigan bir solishtirma jadvalini qo'shib qo'ydik. Kerakli yerlarda hijriy yilnomalarning yeniga yoki o'rniga milodiy yilidagi tangdoshlari berildi. Rangli xaritalarni muallif o'zi sizgan. Rangsiz xaritalar, sızma rasmlar va fotosuratlar nashrga tayyorlovchi tarafidan o'rinlashtirildi. Kitobni mundaq zinnatlashda bizga bu imkonni yaratib bergan tarix tadqiqotchilaridan Bahaiddin Ögel, Amal Esin xonim, Andrew Forbes va Erik Nayman qatorliq olimlardan va Yipak yo'lini filmga olgan Yapon arxeologiya hay'atiga minnatdormiz. Asarning ko'proq qismi birinchi nashri 1941-yili Kashmirda marhum Matqasim Hojim Damollan boshchiligidagi Sharqiy Turkiston muhojirlari jamiyati tarafidan nashr qilingan. Qolgan qismi Sharqiy Turkiston Milliy inqilob qismi ismi bilan marhum Qarqash ilojim, ya'ni Al-Rozi Al-Xotallining qirayishti bilan 1971-yili Kashmirda Matqasim Hojim Damollan tarafidan bostirilgan. Her ikki nashri 300 tirajda besilgan bo'lib, xaritalar va rasmlar besilmay qolgan.
Muallif hayotining oxirgi kunlariga qadar vatan tarixini tadqiq qilishni davomlashtirib kelgan edi. Asrni qayta ko'zdan kechirib, yangi boshdan yezib chiqish uchun fursat izlab turganida 1965-yili vafot bo'ldi. Bundan 4-5 yil burun muhtaram Zunu Najim muallifning arxivlaridan foydalanib, bu asarni yangi boshdan ratlab nashr qilishni taklif qildi. Kerakli xarajat bilan ta'minladi. Bu taklifga binoan biz bir mezgil ishlagandan keyin yangi boshdan ratlashda agar bizning o'z ifodamizdan bir narsa qo'shilib qolgan taqdirda buning tekstdagi muallifning shaxsiyatidan kelib chiqqan alaylikni saqlab qolish jihatda to'g'ri bir harakat bo'lmaydiganligini his qilib, bu asarni o'z peti bir tom qilib nashr qilishni, shundaqla muallifning orzusiga eng uyg'un bo'lgan shaklda nashr qilishni, asarga kerakli vasqalar, izohatlar va qo'shimcha ma'lumotlarni bo'lsa, ikkinchi bir tom qilib nashr qilishni munosib ko'rdik. Ikkinchi tomga kiradigan qo'shimchalarning yeri bu nashrda ushoq raqamlar bilan ko'rsatildi. Nagu ul tiriklik, nagu ul o'lim, qayovdan kelurman, qayoqqa yo'lim. Hayot nima yo, o'lim nima, qayoqdan keldim, qayoq yo'l oldim. Yusuf Qas Hacib miladi 1070-yili, Qutatg'u bilik 1135-bayt. Qadrli qarindoshlar, shunday qilib vaqt munosabati bilan tarixga nazar programmamizning 1-soni mushada oxirlashdi. Biz bu programmamizda marhum liderimiz Muhammad Emin Bug'raning Sharqi Turkiston tarixi nomli asarini diqqatingizga sunyapmiz. Bugungi 1-sonimizda avtorning kitobga yozgan muqaddimasi va undan keyingi ikkinchi nashri va eng oxiridagi to'liqlangan nashriga berilgan so'zlarni, muqaddimalarni diqqatingizga sunib o'tdik. Inshaalloh ikkinchi sonimizda muallifning qisqacha tarjima holidan boshlab huzuringizga sunamiz. Ijobatli duoyinglarda butun hayotini, ömrni, shu aziz vatani, xalqi va dini uchun atab yashab o'tib ketgan marhum Muhammad Emin Bug'raga, shundaqla bu kitobning hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilida nashr qilinishiga hassa qo'shgan barliq qarindoshlarimizga va aziz anglag'uvchilarimiz uchun kitobni ovozli shaklda sunishimizga vasila bo'lgan ismsiz qahramonlarimizga duo qilishni unutmag'aysizlar. Kelay qatim sonda ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Allohga omonat.